Hammaga assalomu alaykum. Opa, Qalaysan? Yaxshimisan? menga nima olib keldingiz? Senga maktab uchun eng kerakli narsalar va yaxshi o'qiganing uchun planshet. Planshet olib keldingizmi? Voh, rahmat. Arzimaydi. Voh, qarang nima olib kelibdilar. Buvijon, men planshetni qarang zo'rligini. Bobojon, bu sizga. Rahmat qizim, ora Bu bo'lsin-da. sizga. Bu esa senga. Rahmat. Shuncha xarajati nima kerak bor edi? Voy, rosa puling ketgandir. Yo'q, buvijon, bularning hammasini bir-birida juda ham yaxshi narxlarda sotib oldim. Siz ham bir-bir ishlatasizmi? Albatta. Oyijon, meni eski popkamni tashib yuboring. Opam yangisini olib kelibdilar. Yoshlar shuda, birdaniga tashlab yuborsak deydi. Undan ko'ra buvingga ber, bozorga chiqqanda ishlatadi. To'g'ri, tashlab yuborish yaxshi g'oya emas. Chunki bu sayyora uchun ortiqcha chiqindi bo'ladi. Undan ko'ra bir-birda sotsa, bizga daromad, sotib olgan odamga yoqimli xarid va sayyora uchun chiqindi kamroq bo'ladi. Ha, juda to'g'ri gapirding bolam. Barakalla. Bobayning eski anjomlari bor edi. O'shalarni sotsam bo'ladimi? Albatta. Yo'q. Ularni sotmaymiz. Buni men davrimizda 2 tiyindan sotib olganman. Hozir bunaqa narsalar chiqmaydi. Juda baquvvat narsalar. Hozir chet narsalar olib kelasizlar, bir pasda buziladi. Opajon, rahmat sizga. Eski sumkamni sotib berganingiz uchun. Endi maktabga ilishni pulim bor. Tanaffusda choy ichasan endi. Qizim, men ham anjomlarni sotib ber. Bekorga turgandan ko'ra deyman-da. 1 so'm pul bo'larmidi choyxonaga deyman-da. Bo'ladi, sotamiz. Hay, ularni anjomlarini sumka bilan sotib yuborib, allaqachon gapni puliga berib yubordim. Senga.